朋友，节日快乐！我们常做事，我们好拜如意，节日快乐！我们午餐都是。Assalom Qashqa Xotan, Bağu Gülistandan salam. Xushnava Artistiki yari do'st janondan salam. Tangri tog' bag'ri qadim tarim bo'yida yashagan Gullagan Aqsu kucha ko'rli kirorandan salam. Gül diyar Turpan Qumul, Altay Qarmay Gül eli. GullaganOvat Urumchi barcha xalqindan salam.
Assalomu alaykum, hurmatli rahbarlar. Assalomu alaykum. Bugungi qutlug' ayam bazimiz qadam tashrif qilgan barliq ayam ahli. Assalomu alaykum. Ekran oldida o'tirib oyam bazimizga jo'r bo'lib atgan har millat musulmon qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum. Etiz qirlarda, zavodkalarda jafoli qishlayotgan ishchi dehqonlar. Assalomu alaykum xalqning xotirjamligi. Yurt vatanning tinch xotirjamligi uchun o'zining borlig'ini bag'ishlayotgan suyimli jangchilar, soqchi ofitserlar. Assalomu alaykum. Har qaysi soha, har qaysi saplarda jamiyat taraqqiyoti uchun un-tinsiz to'p qo'shayotgan suyimli sabtashlar. Qutlug' Qurban bayramlari muborak bo'lsin. Hurmatli mehmonlar. Bugun Nag'rsunay Naqshkuylar ana yurtimizning hamma yerida tangli yangardi. Mo'lusul shatlig'iga oyan tantansiz qo'shilib falakni yordi. Qurboniyatimizning barkatli qadamlari ana yurtimizga qo'ymi yarashdi. Shunda ota-ona, urug' tuqqanlar, do'st birodar, qo'lim qo'shnilar o'zaro ayamlik salomlarini yo'llashib, mehr-muhabbatni uy-uylarga, yurt-yurtlarga, shundaqla yuraklardan yuraklarga yetkazdi. Qiz yigitlar oyam samosida yetliq naqsh usullarga jo'r bo'lib, turmushimizning bay-bay yashab, yurtimizning tinch, xotirjam, har millat xalq omasining ijil inoqligini tantana qildi. Bayramlik chiroylik yasangan o'maq balalarımızmı ayam bazimizning o'rni elib, yuraklarni suyundirdi. Yurtlarda, mahallada ayam ahli televizor oldida o'tirib, aytliq kuylarimizga jo'r bo'ldi. Biz hammamiz yuragimizning cho'nqur qetidan urg'ib chiqqan shodlik naqshlarimiz ham mardon usullarimiz bilan bu go'zal davrni kuylayli, madilayli. Qani hammamiz inoqlik, ittifoqlikdan tuzilgan oyam bazmimizga birlikda jo'r bo'laylik. Salam deydu igiz asmanga. Aydalılar salam deydu ekrer ayağına. Zavut igiz salam deydu işçi dehqonga. Hamma millat salam deydu güzel davronga. Sımsın yağmur tamçıları çöldi yoqlaydı. Şebnem sabah tam seherde gülme yoqlaydı. Ya gözüdü yüreklerini arzu armanga. Kızıllar atana beni yoqlaydı. Nurane koyan, dünyada tümberdeki buluş derida. Uluş berinden. Gökyüzler yapılaydı, nurane koyan. Dünyada tümberdeki buluş derida. Uluş berinden. İnandıktın aylini dur hayat okyanla. Tuğancılık bir bayram kalpler tutar. İnandıktın aylini dur hayat okyanla. Tuğancılık bir bayram kalpler tutar. Şunda ulug' bir el yekdilem nefes. Uyuşqanlıq perişanlıq əzəldən həvəs. Anca yazsa az gelidu şehir dastanğa. Aldımızın qatqıydına muhabbət düşməz. Gökyüzler yapılaydı, nurane koyan.
Xo'sh. Ama şundak heyet bayramlarda, ayrı durumlarda, poyuz ıstanlıksada, hem de uzun yolluk avtobus biketlerde kişiler taraflarga tıkka yoklaş için manadı. Shundoq, ana shu qisqa necha kunlik safar jarayonida ajoyib qarayib ishlar, ajoyib ta'sirli hikoyalarni yuz bermaydi deb ayta olamsiz. Şundak. Hoş, hürmetli ayemekli. Endi biz köngül huzurunlarga ana şu uzun yolluk avtobus bekiti yinidiki bir kichik oshxonada yuz bergan oddiygina hikoyani so'zlab o'tmoqchimiz. Qani marhamat. Qani, marhamat. Voy, nima mandingizmi? Ma'qul kelib turasiz hamsa, ma'qul. Voy! Assalomu alaykum. Aymonlar muborak bo'lsin. Voy. Voy, nimadan jiqadan bu? Ha! Va biletga o'chirib saqlama bizni oshxona oldiga kelibsizlar-da. Va oshxona kirib bir piyola choy ichgan saqlamamsizlar. Ha? Ha, ma'qul, kelasizlar. Bu yil etni hamma odam shu o'rimchib tashlab tirab kelmadimi nima? Bo'lsa bizmi yurt qo'yib o'tkazgan bo'lsak yaxshi bo'libdi. Oy, qaytqanlarni ko'rib uyingni sig'inga o'xshamabsan. Ay, yo'q. Xo'jayin, rasmiy aytsak, hamda bu yil yetmay o'yitkilarga o'tkazsak yaxshi bo'libdi. Lekin bozorning bu oldirash vaqtida oshxonani tashlab bir yerga ketib olmaydigan xo'jayin. Maqala akam. Akala. Ata yit. Yitda hamma odam ota-ona urug' tuqqanlari bir yil o'tkazadi. Sana uyingga bormagan 2 yil bo'ldi. Uyingga birib, ular bilan bir yitda bir o'tkazib kelgan. Men seni 2 oylik ish haqini oldin olib beray. Chaqchaq qilmayotgansa? Eras, qaysi kuni ota-onamga soqolib qoldim degandim. Endi o'z qo'limga soqolib olib berib, ular bilan yitda bir o'tkazib kel. Rahmat xo'jayin, rahmat. Lekin nima lekin? Uyingga qaytgan yo'qmi? Yo'q. Xo'jayin, boya mushu oshxona tomoq yegili kirganlarning deyishicha, bu janub shimolga mangdigan aeroplanning, poyezdning bilti tugab, mana Qashqarniki eng oxirgi qatizning biltini setib o'tibdi. O biletni olamam dem. Shundaqmi? Vakila. Ha? Mana bu Qashqarga mangadigan eng esil avtobusni berdi. Men bu ishlarni burun o'ylab, necha kun oldin bu bilet etdan yaqib qo'ygan. Hala. Bu tushunmi? O metaqa atgan to'q o'yitkilarga bu yil yetti o'yga boramaydigan bo'ldim deb telefon qilib qo'yibdi ekanman. Endi barsa bo'ladi. Hayras, yurtga borgandan keyin uyindagilarga menga salom de. So'qim shunday qilma xo'jayin. So'qim shunday qilma. Rahmat. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Voy, kilamayman. Tanimayman. Xo'sh. Siz nima deysiz? Lag'mandirli. Ma'qul. Qara, chayishga shu. Sizmi yurtqimanga o'xshamabsiz aka? Shunday. Menmi sen turib. Siz nima qilasiz? Ha. Nega borsiz? Qashqaga? Ufqam, unda siz bilet ala oldingizmi? Voy, bo'ldim. Aka 2 yil oldi dana 2 yil o'y qaytmoqlar. Sizga 2 yil oldi da. Voy, sizga o'y qaytmoqlar hali uzun o'xshamamda. Shundaq. Ufqam, men ko'mirkan ishlayman. Ishchidan. Ayolim Palachoqog'ni 10 yildan ochdi. O yurtda cho'nglarni bizda turdi. Men shu ayolimga bu yil Qurbayitni uyga cho'qim qaytib berib, bu Qurbayitni birga o'tkazaman deb va'dalagandim. Onun ustiga aytib bizniki to'y qilganligimizni 20 yil qutuq kunidan, bu qutuq kunni. Lekin biletiga kutib emasmi? Yangimiz sizni to'rt ko'z bilan kutyapti-da. Shundaq. Ufqam, siz bana bir yerden qiling. Nima aka? Men buni og'a so'ng salomlarimni siz Qashqarga og'ach berib, bizning uydagilarga topshirib bersangiz bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Hatto yaxshi bo'ldi. Qog'oz falan bormi? Ha, bor. Mana. Voy, nima ish qilsiz? Men bizning Qashqardagi uyning adresi, telefon nomerini yozib beray. Shu berib, telefon qilib qo'ysangizlar, o'zlari kelib elib oldi. Sizni avhara qilib qo'ydigan bo'ldi ukam. Rahmat. Siz mamamsiz? Bizning xizmat aldirashchiligi bilan bilet oldigan vaqt yo'q. Bilet tugab ketib emasmi ukam?
Aka. Mana bilet. Elime. Bu Ufkan, bu biletni siz bana ötünüp verdiniz mi? Ha? Aras aka. Siz mening o'rnimda mening mana so'z salamlarimni bizning o'yinchilarga yetkazib bersangiz o'tga. Unday yapgan. Bu uyga bormag'il 2 yil o'tdi emasmi? Sizning ota-onalaringiz sizni yurtda to'rt yuzini kutib o'tdi qarang. Shunlashqa bu biletni siz eling. Aka, men qarang. Men uy qaytmag'il 2 yil olgan bilan o'yinchilar bilan kunduzgidek telefonni paranglashib turyaptimi? Ular har holda sog' salomatga. Hadimizning ko'ngli yerim bo'lib qolsa, elma. Bu Elang. rahmat Ufkan, rahmat. Siz xotirjamlik Ufkan. Men Qashqarga berib, sizni bu so'z salamlaringizni uydagilaringizga o'z qo'lim bilan yetkazib berma. Rahmat aka. Sizga rahmat. Voy! Ha, yaxshi, yaxshi. Aslam yaxshi turatamsizlar. Men qara, men Qashqarga mang'ida Abduzning bel tutiga ketgan. Mayada bir aqtığın elimiz özünün ağam beltini bana ötünüp verdi. Ha, belki yaxşı oldu, belki yaxşı oldu. Ha, maqul, elim ağama. Et görüşeyle. Ha, maqul. Ay, kelin. Neyini olay? Kanada. Kelin. Qara, o'tirib. Ha, da. Sizga nima qilib bersin? Bana bir çocuğu qilib bering, ha? Maqul. Qani, chashga o'tirib. Oy, arasada cho'chirga siz saqlab qolsiz. Chaqariq chiqirgan lag'man qilasizmi ya? Men aldırmayman. Çocuğu bo'laversin. Ma'qul. Hey! Cho'chirdim birni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oy, kelin. Sizga nima qilib bersin? Men narinni birni yapkan. Ma'qul. Qani, chashga o'tirib. Oy, narindim birni. Sizmi yurtqiman qo'shmoqsiz? Shundoq Ufkan, men Aqsuq mangan. O'ydikilarni ko'rib kelay deb qismda 3 kunlik ruxsat so'ragandim. Kelsam bilet qolmabdi. Aytimga desam o'g'illik vaqtim to'shidika, shuningga qismga qaytay dedim. Sizmi shu bilet alamabsiz daga? Qaramabsiz akam odamning jiqliqini. Uni ustiga bu yil yillar qolgan odam bakli jiq. To'g'ri, bakcha. Qismda mo ruxsatni bak tez so'ragandim. Ben bu yoqqa manganda ayolim ig'ir yoqdi. Mana hozir bolam 2 yoshni oshdi. Qarafkam. Bu mening o'g'lim. Mana ko'rpaqa. Voy! O nimada umaq bo'lmi? O aka sizni qo'yib qo'yganda ko'rsam juma bu bola. Voy, qarab. Akalar ham meni ko'rib qaytasiz? Mana aka. Ras o'xshabdi. Ukam, bu bola tug'ilib dedi siz uni yuz ko'rishib bakmadi da. Shundoq aka. Qiziq shu. Ya ularni ayrilganda o'ta qo'saqda 6 oylikdi. Mana hozir uyga telefon ursam, dada qaytib kelmamsa, bizni ko'gin kelmadimi deb so'zlab ketib qolib kutibdi. Sizlarning xizmatinglar haqiqatan jafoliq juma aka. Mana. Rahmat. Qaraganda sizlarmi bilet olamiga o'xshamamsizlar? Bizde emas Ufkan. Nurg'unlagan kishilar oladi. Bu yil bilet bek qisgan. Shundoq. Men bu bilet olamagan. Lekin bu aqyo'l inimez o'zining olgan beltini menga o'tilib berdi-a. Bak yaxshi oldu. Shundoqmi? Rahmat. Ajab yaxshi Ufkan ekan bu. Shundoq. Agar mening bir beltim bo'lgan bo'lsa, men sizga berardim-ku Ufkan. Chunki siz uzun bo'pti uyingizga qaytamabsiz emasmi? Rahmat aka. Bizdan qism chigrar oyinda. Bu yil yozda Qashqarga kalkulini olib kelganda biz yordamga borgan. Bir oy turib qaytadigan chaqda o'ydikilardan ko'rishib o'tib ketaman desam, xizmatning jiddiychiligidan mumkin bo'lmay qoldi. Hamda kelar yili ruxsatni bir qilibda ko'rishaman. Yana tomoq yemamdoq. Xo'sh, eliver. Chaydi. Rahmat aka. Ufkan, nagala? Rahmat sana Ufkan. Chin yuragimdan rahmat. Men bugun mangmay. Nusxa? Bu biletni men bu harbiy ilimizga o'tinib ketsam bo'ladi. Qara. O tug'ilib ta hozirgacha yuz ko'rishmagan bolasi bilan shu qurbonlikda jam bo'lyapmisiz-mi? Ufkan, siz yurt vatanning omonligi, xalq turmushining xotirjamligi uchun
yillab uylaringizga qaytanmabsiz. Şunlaştı siz bu fırsatı için tutup, uyingizga berip, şu yeni tug'ilgan balangiz bilan, ota-onalaringiz bilan, uydagilaringiz bu qurbayitni xushal xuram xotirjam o'tkazib keling. Bu biletni siz eling. Aka, siz bu bileti bana ötünüp vermekçiyim ha? Şunda qıqam, siz Aqsuga chiqib qolsangiz bo'ldi emasmi? Rahmat aka, ben bunu qabul qilolmayman. Ya, ma'quldan uqam siz men gapimni anglab, bilet siz eling. Ya aka, uqsaq bo'lmaydi. Ma'quldan. Tuzib qilmay eling. Shu topdim men bir bilet topganda xo'shib ketdim. Eling. Ya aka, Ma'quldan. Eling. Estağfurullah. Aka, bu bilet neçi pul? Iz puli 350 koy. Her ras bu biletin pulunu bak elimizde ben terif vermeyendim. Doğru. Fukam, biz bunda kılaydı. Ben sana ama 500 koy pulunu vereyim Fukam. Kalkın sana hıracat olsun. Ya, almayım. Hayatımdan sırtımdan son bunu bir bilet alamadım. Eling. Para Fukam, koydum. Aman amısan olmaydı. Bu hanım, siz men koyga bilet elip uyingizga qaytmasangiz bo'lmagandek. Siz uyingizning ayrılığını uzun boğa o'xshamamdi. Men uydan ayrılgani 5 kun bo'ldi. Shu topda mening yo'limga to'rt ko'z bilan tikilib qarayotgan 80 necha balam bor. 80 necha? Shundoq. Men Aqsu Gaskach yetim yesirlar maktabining o'qituvchisi bo'laman. Mening qo'limda kichik turukli ota-onasidan ayrilib qolgan yetim bolalar. Hayotga kulib boqolmayotgan meyib bolalardan bo'lib 80 necha balam bor. Ular kichikdan boshlablar meni ona deb chaqiradi. Maktabning sharoiti shuncha yaxshi bo'lsa-mu, lekin ular yana ona mehriga muhtojdir. Men bu qitim Aqsudan Urumchiga xizmat munosabati bilan kelgan. Qaytashimda shu bolalarim uchun alaydan heylik sovg'alarni elib yo'lga sevatdim. Lekin Ne bo'ldi? men sizlarga o'xshash bilet olamadim. Ada, siz hakikaten bir ulug' on ekansiz. Hozir biz musha turganlarni uyimizda xotin bolalarimiz, ota-onalarimiz saqlab turgan bilan sizni mushtabda 80 necha muhabbat tashnab yuraklar saqlab turibdi. Shunga biz sizni yo'lga solmay turib, bu yerda hech qasimiz mang'olmaymiz. Mana Ada, bu biletni siz ishilting. Men bo'ldi, mangmasam bo'ldi. Nima? O'zim men mangmayman. Men mang'amdim. Rahmat sizga. Men bu biletni olamayman. Chunki siz 2 yildan beri uyingizga qaytolmabsiz. Tug'ilib 2 yoshga kirgan o'g'lingizni tez ko'rmabsiz emasmi? Eng yaxshisi o'zingizning. To'xtang Ada. Men ularni 2 yil saqladim. Men yana 1 yil saqlasam, nima bo'pti? Siz ishilting Ada buni. Yo'q, unda qilsam bo'lmaydi. Ya buni siz cho'qim ishilting. Qarang. Bu yigit haqiqatan to'g'ri aytdi. Ondimsimi? Bu qurbayitda o yetim misirlarning ko'ngli yerim bo'lib qolsin. Shundoq. Bu biletni siz eling. Ada, eling. Herkes bilet olmam. Men deyishimni bilolmay qoldim. Rahmat sizlarga. Biz buni munda qilaylik. Bu biletning pulini biz uchimiz chiqaraylik. Bu bizning shu bolaga yetishimiz bo'lib qolsin. Aqlingga barakalloh deb to'g'ri gap qilding. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayamlaring muborak bo'lsin. O'zlirdim bu. Men tunishtirib qo'y. Bu yoq bizning xo'jayin bo'ldi. Men boyam diplomlarni sir turib oldim. Ha? Yaraysa yigit, aqlingga barakallah. Asli bu biletni men bu yigitga sovg'a qilgan. Lekin bu oddiy bir tal biletning buncha ko'p odamni xushal qila oladiganini faqat o'ylab boqmabmanman. Rahmat sana. Bu biletning puli menga hisob bo'lsin. Xonim.
Az bo'lsa-mu bu 2000 ko'y pulni ag'ash keting. Bu mening aşı ishdan balliq qilgan yetligim bo'lib qolsin. İlan hadi. İlan. Hadi kızım. Asli, men uchun o'sha bir tal bilet eng qimmatli sovg'a bo'lgandi. Men bugun hayotimdagi eng qimmatli, eng esl oyan sovg'asiga erishdim. Bizning hammamizning qalbi mehr muhabbatga to'lsin. Bugün hammali joyda oyam tantanasi ko'ngillarni illatmoqda. Bugün hammala odam baxt maqsadiga jo'ri bo'lmoqda. Bugün ona vatanning illiq qo'ynida inoqlik, ittifoqlik, xotirjamlik kuylari yangramoqda. Bugün ana yurtimizdagi har millat ommasi islohot ejivitish taraqqiyotida qo'lga keltirgan natijalardan iftixorlanmoqda. Ajr mehnat badiliga kelgan baxtiyor zamondan cheksiz shodlanmoqda. Biz o'tgan bu shonliq 30 yilda yaratgan natija qutuqlarimiz, qo'lga keltirgan shon sharaflarimiz hammamizni suyundirdi. Adem bina bulganda mevcut
Güzel nakşa dastanlar Ettikin güzel Kerim Ettikin güzel Kerim 2010 memleketimiz, cümleden Abdunum rayonimiz üçün alayda bir yıl oldu. Şundaq, bu yıl 5. ayda davr bölgüç ehmiyetga ega bo'lgan Markazning Şinjan xizmati suhbat yig'ini g'albilik echilib, Abdunum rayonimizning xalqining taraqqiyoti va abadiy amaligi uchun afzal siyosat va kuchli tadbir o'tirib qo'yildi. Mana shunda muhim paytda mamlakatimizga 19 o'lka shahar markazning chaqirig'iga yaqindan ovoz qo'shib, Abdunum rayonimizning iqtisodiy qurilishiga sohalar bo'yicha yordam qilib, Qerindosh o'lka shahar, shundaqla har millat xalq ommasining do'stlik, ittifoqlik rejasini chingitdi. Shundaq, Abdunum rayonimizdagi har millat xalq ommasi mana shundaq yangi bir bahorni kutib olgan xalqlik paytda Abdunum rayonlik partkom 7-navbatlik komiteti 9-qitimliq umum kengaytirilgan yig'inni ichib, Abdunum rayonimizga har millat xalq ommasi o'z oldiga egilik tiklab, o'zimizga boylik afzalligimizni iqtisodiy afzallikka aylantirib, o'z-o'zini taraqqiy qildiradigan yangi taraqqiyot yo'li va ideyasini ko'rsatib berdi. Biz Abdunum rayonimizga har millat xalqi o'zaro ittifoqlashib, bir niyat, bir maqsadda zish uyushib, yurtimizni texmo boy yashab, jamiyat texmo muqim, har millat xalqimizni texmo ejil inoq bo'lgan go'zal makon qilib qurib chiqishga ishonchimiz komil. Bugün meni ko'nglimda xushal harvamni haydab shaharga kirdim. Alalayman bozordan xoliqinimni, boy bo'lg'ach shod denib kuldim. Partiyaning siyosati dedim, husul boylik bizga yo'q bo'ldi. O'ylar ezil yo'llar ravon, ambarlarli qashliqqa to'ldi. Yurlar, davlatning dehqonligini kechirib qilish siyosati yaxshi. Yezimizda yeni maktab bor, bolalarım o'qiydi maktabda qo'shal. Bugün bana hoş dillik marif ko'rsatmakda yeni yo'l iqbal. Davlatning o'qish pulini kechirim qilish siyosati yaxshimi? Ha, yaxshi. Nima yaxshi? Nima yaxshi? Partiyaning siyosati yaxshi. Yezimizda doktorxona bor, kasal bo'lsak davolanamiz. Hamkorlashib davolangachqa tugidi bizning dafag'imiz. Yezi hamkorlik davomli siyosati bek yaxshi. Oturakta burun konuylada afetlerden saklanışta amal yok. Mana devlet öynemiz bu seferde şunca koşar yaşap getdik köngül tok. Halkni beyitip makallaştırış kuruluşu bek yaxshi. 56 millet perindaş, partiyanın siyaseti bir koyaş. Koruş için sosyalistik güzel yurtimizni, hemme millet rolümüz o yol taş. Nimi yaxshi, nimi yaxshi, inak ittifaqlık yaxshi. Beijing'dan xush xabar Şinjan'a yetib, yig'in ro'yini chaqlandim. Barchatligi dillani ilqach, barcha millat gullanishga otlandik. Nimi yaxshi, shundan badili yaxshi. Kangretigi bag'rida shat yangredi, istiqbollik baxtiyor davr oydin. Her millet xalqi g'ayratga to'ldi, Alloh qarab mardona ko'ngil to'q edin. Nimi yaxshi, partiyaning siyosati
Assalomu alaykum ayam ahli. Amillarning qurban hayitlarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Nasriddin efendim, ayınız mübarek olsun. Özlerdim bo'lsin. Qaraganda bugungi ayam ahliga bir sovg'at ag'ish kelgan o'xshamamsiz? Albatta, so'g'atlar ayam ahlidan aylansin. Bugünkidek ayam kunlarda so'g'at bermasak bo'lmaydigan yana muhim kishilarimiz bor. Ular kimlar? Xatolashimsam siz bizning o'maq bolalarimizni da'vatsizg'u deyman, ha? Albatta shunday. Burun da. Yak tehe yakında. Yirak desem bek yirak. Yakın desem yanımda. Biz bek amrak şehir var. Yasap çıktı kartunda. Bu yak bilen renbergen. Kartun şehri var bunda. Balılarının kalbidek şehir kurumlar. Samimilik şehri bu. Bilip kılınlar.
Anda. Elan ayırınlap bu ya. Dehşet Allah. Resurka Allah. Dehşet layadım bir dayak kıldık cuma. Ey, lekin talep esinglardi-da. Kishilarning esida qoladigan, muhimi pul oz ketadigan. Mahsulot aniq gavdlantirilgan. Suratda suratga ilish mos keladigan. Qisqa, ham qiziqarli loyiha kerak-ku. Ha mana. Allah natahlik sizlarga. Yaraysizlar. Qaranglar. Mau e'lon bizning shirkat qurilib ishlayotgan tunji e'lon. Shu bu ham mahsulotning e'loni, ham bizning shirkatning e'loni. Yaxshi ishlamsak bo'lmaydi, ha? Yaxshilaymiz. Ya Resurka. Ya bu da kallang dehşet işlepti cuma. Qanday deysa? Qara, bak buran başı 2 ay film degan dehşet yapalık ham uzun bir nima ekan tuqtigina qara. Uni qamlashtiramidi? Shundaqmi? Ma MTV degan mo tas qaynyoq bir nima ekan degan. Ma e'lon Amerika pala pulliqlik qilib qoldi ekanmiz 1 million pul degina. Ey, ma ishlagan e'lonning mahsulotning egisiga yarimsa bir tiyin bermaydi. Buning ta'siri bor. Baldi. Ma quruq gapni qo'yib, ma vaqtaz qoldi. Vaqtincha tutlay qaysini deysizlar? Ya Resurka mada bakayma. Senma? Ha mada bakayma. Ya dehşet kızı külüp ölüsü acaba. Ha, shundami? Ha, chaqqan degina. Ha, degina. Ya bana gelmedi ya. Ne? Buraya gel bak. Bana götünü. Kızıklık yarım Türkçe. Dep bo'ldingmi? Kızık emas mı ki ya? Bu aniq deymansa, ishimni bilmadim-ku men. Dedim, ishimni olmadim men. Aniq davni. Qanday loyiha bu? Hey, balangza. Malla tushunmagan o'xshaydi. Biz ash o'ynab ko'rsatmangdi. Ha, shunday qilinglar, ha. Chaqa bo'linglar. Bila. Operator. Bu yoqqa kel. Surat deb qo'yla, ha? Ha, maqtul. Material bo'ladi. Sen er yi. Kat. Sana nima sen yi. Men deyme. Jim tur. Tayyorlik. Diqqat. Sen yi. Music. Ben kıymet. Mağbır dal kumada kızım. Bu çağda ben kainattı. En istedim ya. Yollusun bolsa. Her şey yollusun ayrıldı. Uş. Kıymet markını kartoku tuğmi. Hey. Hem sen bu şu tuxumni yegandan keyin qiymada ko'p ketsa demoqchiman. Operatorka. Bak kıymet muş tuğumni yap. Muşunda pişlik yaptı degan ma'no chiqdi-ku. Ezopdi-ku, naqsat egilar cho'qim tanlaydi. Hey, to'xtanglar. Lekin bu butun adam bildigan karton film bo'lsa. Onda bo'lsin nima bo'pti? Shu bo'lmaydi unda bo'lsa. Resurka. Yapamsın ben tuğumni yaplam kıymanga aynı qalaymi. Qara, bu lohiyadagi yana bir masala nima desang, tuxumni yeyishdan burunqi ojizlik aks ettirilmaydi. Sen o'zingning osh qisqa qiziqarli loyihalarni bir deb baqmamsan. Ash qachon shundoq deydi deb turganda. Voy, shundami? Haqini kellamsan. Umid. Tayyorlik. Diqqat. Sen yi action. Ne oldu? Bu senin loyihaning mi? Ya men sizga tushuntirib qo'yay. Bu vaqtga qarang, mush tuxumni yegandan keyin quvvatni ichiga patmay, stress oldingi portlash aks ettirilgan loyiha. Ha, demak sen bu e'lon televizorda qo'yilgandan keyin oxirida o'zing chiqib tushuntirib qo'yasan-da? Ha? Lozimlik, 100% lozimlik. Bunda titraydigan so'z bu tuxumni kim oldi? Amerikaning loyihasini yarmidi. Yaxı boyiqi e'lon ichishlikka deysan. Ma sening e'loning qo'rqinchlikka. Bu e'lon degan ma hozir televizorda qo'yilayotgan e'lonlardek ko'ngillik erkinazada xo'shal ko'ran bo'lmamdi. Ha, Resurka, mening loyiham sizning talabingiz yiqilishib qoldi. Men ko'rsatay, men. Voy xudoyim, siz nima ishlarni qilasiz ham? Chaqaroq bo'ling, ha. Diqqat.
Tayyorlik. Diqqat. Sen, music. Kuvvetsiz bo'lsanız bu tuxumni yakatan, bo'lmadi ta'mini ko'rsin. Bo'lmadi ta'mini ko'rsin. Kuvvetsiz bo'lsanız bu tuxumni yakatan, bo'lmadi ta'mini ko'rsin. Tuxum yaxshi. Hey! Kız! Yaraysiz! Mana vahiyaga manda olmanda anviligi var, naqshi var, müzik var, usul var. Bo'ldi, shu suratlarimiz. Wow. Ya televizor var mı yok mu? Ne bo'ldi? Lazım bitti? Ya mak künde televizor bir otta gendanın elanı bu. Voy, tuxumni e'lon qilmamdi. Zıkkanda kalsınız gendanni işitin. 10 minutda önümünü görürsünüz. Gendan yaxşı. Ha? Shuningdek foydalanib o'zgartgan shu. Oho, ya kallık attırıpsız cıma. Ya gendan deyin gapni tuxum o'zgartmak oңай gap. Bu to'rtinglardan tuzukroq bir ijodiyat chiqadigan ishlandigan. Tutunga mani, mening loyiharimni olaylik. Tutunga. Ha. Mana mushu bo'yicha suratlarimiz. Qanday tushunish bo'ptimi ya? Buning tushunmagidek yetir yo'q-ku buni. Gap qildingmi operator? Dashshat tushunish bo'ptimi? Ha, unda tayyorlik. Chaqa bilan tayyorlik qilamiz. Diqqat. Tayyorlikmi? Ha. Set, action. Ya xan, qo'lingiz ketirgan nima bor? Qartoqu tuxumi. Ya bu qartoqu oq tuxum tuxumdik ya, qar tuxummi? Ha? Voy voy, ma tuxumdan boshqa tuxumlardan nima farqi bor demakchi? Ha, mundaq danga. Bu rasmiy yerlik qartoqu. Yerlik optopsion bo'lgan qurt qo'ng'izlarni yeb tuqqan tuxum bo'lib, yeganlarning tiniga darmon qo'shidi. Qon besim, yurak kasal, o'titash, yallig' baliq alayda shifo qiladi. Chechi yo'qlarga choch chiqadi. Yana bir alaydligi shaklli elastiklikka ega bo'lib, chiqilib ketmaydi. To'sh qulaylik. Agar sog'lom o'riqlayman desangiz, shaklni pijoq aralashtirib ichib bersangiz, sog'lom o'riqlash maqsadiga bemalollik dalaysiz. Nima? Elastiklik qildingizmi? Mana. Voy! Bu tuxum bundan tursa buni qanday so'yib yeydi? Buni so'yib emas, chayda oladi, to'g'rab yeydi. Alamet tuxum tejimi? Shunga bu qartoqu tuxumida. Tuxumlarning shohi, Qartoqu tuxumi. Suratlarni. Ha, shunday yaxshi. Yaxshimi? Bo'ldi, tushdi. Berib suratlarni kirishtiramiz. Buni ola. Ya resirka? Ha? Bay degan gaplar jin gapmi ya? Qaysi? O'ttipash, qon besimi, chosh qildi degan gaplarchi? Ya, bizga e'lon biz ojimiz ko'p turmizda. Ey, lekin biz rost demasak bo'lmaydi, juma. Vallahi, agarda mushundaq sehrli tuxum bildigan bo'lsa, Gül doktorxonalardan hammasini va qartoqu baqadigan fermer o'zgartirsak, kelgan bemorlarning hammasini tuxumlarga joylab. Doktorimiz qon besimim yo'qirki, to'g'rimi? Ha, men sizga bu qartoqu tuxumidan kesib beray qaram. Siz buni kunda attiganda suvda pishirib yapsangiz, qon besimingizni shaq qilib tushib qaram. Mana ilma to'g'ri qanday. Doktor, o'tim bek og'rib ketadi. Wo, sizga bu qartoqu tuxumidan kesib beray qaram. Buni kunda attiganda kunda 3 vaqt bir talda yapsangiz, o'tingizga shaq qilib qo'ying. To'g'ri qanday. Doktor, yaqinroq chechimdan chiqib turib davosi bormidi? Men sizga shu qartoqu tuxumidan bir oylik kesib beray qaram. Buni kunda kechda tavuda mayda pishirib, beshingizga kiyib uxlab bersangiz, eshakning tutida Bunda qilaylik. Shunaqa qartoqu tuxumi bozor qilindik. Siz mayli uyda, mayli yo'lda, mayli ishxona, mayli obunni demasin, hayotingizda olam shu qulaysizliklar etkilayotgan semizlikni biran qutlaydisiz. Qartoqu tuxumiga iltijo qilib. Bugun biz naq maydonda qartoqu tuxumidan sekinlik sizlarga tushuntirib beramiz. Mana bu Shuhrat apadimning qartoqu tuxumini yeyishdan burun qoldi. Shuhrat apadim qartoqu tuxumni 15 kundan keyin sizlar ishingizsiz darajada o'rg'ildi. Shuhrat apadim qarab boqaylik. Shuhrat apadim sahniga marhamat. Shuhrat apadim qartoqu tuxumni bo'shajadan o'rg'ilsiz ta'sirlandingiz. Ayatjon. Kat.
Kat. Özəng lacizanlıq getdinlər. Ey, biz endi bu e'lonni ma qarto'xu tuxumi bosh tuxumdimi nachar bo'z bani ammay boshini eringlar deb ishlamdi. Ha? Ma to'ytoning jinini beqishing bormi yo'qmi? Sürkan, sakrima. Bada parang 3-4 sarang deganda ko'ngillik ishlayotgandik deyman. Bo'ldi. Ma fermini xo'jayin to'xtatdi. Jim, ha? Assalomu alaykum. Ha, xo'jayin eshitma. Ha, boya e'lonni jiddiy surat kelyapti. Ha, shuni telefonni ololmaydi. Ha, bo'ldi. Biz ertatigan degan vaqt sizga topshiramiz. Nima? Ha? Ya xo'jayin. Hey! Voy! Deydi. Avu to'xo fermisidagi qarto'xolar dandan zaharlanib bir kechalarimiz uyilib qoldi. Ma e'lonni vaqtincha ishlamaydigan olib qoldik deydi. To'xolar o'ylab. Ha.
Bilgende hikmetler yüzden Setrelerde anam bu sedi Hayır anam aktır sabri Yerde kalmaz hamar ümidim Gökte uçtan periştelerni Rabbirde anam bolsaydı Gökte uçtan periştelerni Rabbirde anam bolsaydı Ruhi külgen ulug' onilar Satrida onam bo'lsaydi Satrida onam bo'lsaydi Bugün yandım çaradım yar kaşığa Baray dep udolda untur ey Cemalima kanay demey Bayit bilen nakşanda yar kömlini alay demey
go. Hay. Voy bu nima ish qilibdi bu yerda? O'g'lavotimi? O'g'lavotimi desizlar, obdan qiliblar. Nima o'g'lablar? Taza kepsiz to'shqan birini o'g'labdimi? Obdan qiliblar. Nima ish qildi o to'shqan? Ommaviy so'rinning tartibini qalayma-qalashtirib, mana seniga o'xshash sahnaga sakrab chiqibdi ekan. Sakrab chiqqan aynan. Astagfirullah. Bir xo'pamizlar. Gunohmat ekan. Men bu gunohim uchun, bu o'ltirgan mehmonlarga o'zlariga bir numar o'rnlab berib qanda deylar. Voy, bo'ladi. Qani marhamat. Ma'qul, rahmat.
aytpirib aldırmay alırlar potunu. Özürdün kelsin. Yüzlürüdün nur yağadı özür içimennin gülü mü? Bedenimni terletken otlarının gülü mü? Akşam keriştik məlide. Biyit etla səlide. Rast keplerini dimemla. Akılları bulsa halide. Asmalları da ayba mı? Çaynakları da çayba mı? Yüzleri hecep nurluk, yürekleri de mayba mı? Osmanlıları da ay yok dek. Çaynakları da çay yok dek. Ecep titrep kettiler. Futkolları da can yok dek. Bu yıl ana yurtimiz yeni bir baharını kütüp aldı. Bu yıl yurtimizdeki her millet amısı vatan çoğun ailesinin illik nurgu çömdü. Davr bölgüsü ahmiyetli iyi boğan merkezinin Şinjan hizmeti söhbet yığını Tanrı Dağı'nın canub şimalığa mislisiz hayati güç, çeksiz tarakat fursatı ap geldi. Qeyrindaş ülke şehirlerinin dostani yardımı ve halis kollışı Abdunum rayonumuzun iqtisadi, ictimai teraqqiyatı ve halk turmuşuğa zor özgürlüklerini ata kıldı. Biz mehr muhabbetini unutup kalmayız. Samimi hamkorlukni unutup kalmayız. Biz cheksiz samimi sadaqatimiz, natice ufuklarımız bilan onu vatanga, shundaqli bizni qo'llagan do'stlarimizga rahmat teşekkürümüzü bildirimiz. Yakından beri bizning mahallede kon öğlen çakıdı iken degan mişmiş paran olib qoldi. Rostmidi? Agar rostilla meni bu uydan darhol ko'ching desa, men qanday qilaman? Nagim boraman? Iloyim, shim bo'lib qoldi. Zeynep Hatun! Voy bo'lsa Zeynep Hatun taqol. Voy onamay, ma shortim shu xotin etdigan nim deb kelganda. Bu xotin cho'qim bir yosh xava ekanmaydi. Ha bo'ptilar bugan meni ko'mayli qolsin. Zeynep Hatun! Çatak oldu. Zeynep Hatun! Voy Zeynep Hatun çatak oldu. Dinledin men gidemek. Zeynep Hatun boğazlar bu çatakla çoğu çıktı boğazlar. Oy men xotin etdiganda na ketganda. Zeynep Hatun! Qilmaydigan qilqi yo'q xotinda. Zeynep Hatun! Meni yurak keslim bağlığını bilib turib shunchalar qo'rqtamsiz. Achapinam uchugim qadov topdim. Asıpının kendi oturupman? Ha. Voy men qarang. Ajabi osma o'rilib tushdiganda jiddilashib ketibsiz. Ne bo'ldi? Osma o'rilib tushganda ancha kelishmaydi men qarz. Ha. Osman qachon o'rilib tushganda men berib to'xtaqinga deb qo'ya, uydan chiqmay o'tirib tursin. Kim o to'xtaqin degan? Qaysi to'xtaqin? Başı ağzımla. Toxtaqin deganchi, yo'lning chetida qo'rada o'tirgan. O'zi oq ko'ngil, ishchan, qamlashgan edi. Bak. Men ko'chatek men bilmaydigan yangi ishlar bor ekanda. Ziyodam, makilingga. Zod nima xabar bilan keldingiz? Aytib bering. Nima xabar? Oldi bilan sil deb bersa, to'xtaqin kam deb qildilar. Endi men deb berman. Tova. Men qarang. Siz shu birer gapni anglayapsınız, ondan qusur chiqolmaydigan bir kuniniz bormi? Esiniz, aytdan qarang. Aytmasangiz mening ishim bor. Tova! Qo'y meni qo'g'layotamlar. Sizcha deb bermisizlarmi? Bayatin to'xtaqinning gapini men ko'chko'ng pur qilib aytishim bor mening. Yey, bo'pti. Siz qilganni men qilmay. Quloqlarni don tutib olinglar. Ma osmon o'rilmaydi ekan, o'ylar o'rildi ekan, bildingmi? Nima?
Oy, to'xtab turing. Aras. Komitetdagi Maryamgul degan olvosda uy kirib tizimlayotdi da qog'ozni el bilib qoldi. Voy, makilga to'xtab turing, to'xtab. Men bir boldiroq xabar qilib qo'yay, tayyorlik qilib olayim ketsam, nim zinimni ilashtiriladi deganda. Makilga. Ma uyning ishiga mening tushim kirgandi. Sizning tushingiz kirganmi? Oy. Sizlar bu eski damlar kirdigan bakat qolgan tushim yo'q mening. Mening tushimgimchi? Ne. Mening bu uyim Atmirasda. Rahmetli dadam bilan rahmetli onamning qolgan uy. Uy kirsam rahmetli dadamning izi. Ma uy kirsam rahmetli onamning izi. Ko'zimga ko'rinib turdi, burnimga purab turdi. Rostini aytsam-chi, bu yerdan bir qadam neri ketkim yo'q. Hattalli gapdalmish Zaynab xocha, sizlar bu miraslari az qoldi qaqasga aylantiranga. Akamsizki Maryamgul nimaga keldi ekan? Nimaga keldi jinim Zaynab xocha? Voy Zaynab xonchong ana, ma uylari cheqiladi. Tezroq uyni bekor qilib ko'chib ketsizlar deb, xizmat ishlab aldab ma uyini ilib olgim keldi. Men shu usulni hammadan yaqin ko'rib, sizlarni jafo tortib qolmasin, ziyon tortib qolmasin, maqsh kelib qoldi, otaladi qolmasin deb kirsim jinim Zaynab xocha. Olsam baqo, aytlama uyni adam bormi yo'q demay, tutuji bilan tut qiladi ekan. Ziyadan tutuji degan kim o? Tutuji degan adam emas, mashin. Mana qanaqa o'yinni o'yisini, mana elab qutga tashlab tamdirni bunda tut qildigan mashina. Men o'yam mushab deb tuzib ketaman-da. Oyam taqon, oy men taqon. Oy sizlar yo'q, men uyda qoldim men. Amtkamni men ko'chada bilmaydigan adam yo'q, usta remontchisi. Men taqon degan kim u? Deb soldim men. Yaqindan beri-chi, hukumat ma'maldagi kon uylarni chaqirdi ekan. O'rniga rat yeng o'sib berdi ekan. Kon uyning o'rniga yeng uyni berdi ekan deydi. Yolg'on. Voy yolg'on. Yemedim men mana Maryamgul degan olvos kap bo'ldi, ha? Qanday? Voy qanday? Spiga. Bo'lsa ayna. Ha, masla. Do'stim borken. Masla. Voy bu do'stlar spigini Maryamgulga nimaga bermas? Maryamgulga bermaymiz, mana bilan qo'g'lab chiqarib o'tamiz, masla. Men ömrümde bir sizler urushib bakmagan. Bundan qilsak bo'lmaydi, men qamlashtirolmayman. Bo'lmaydi, qat'iy bo'lmaydi. Qazobdan bo'ladi. Bo'lmaydi. O'tganda-chi bizning o'yliq kiribgan adodis ishkimiz spiga bilan surib to'qay chiqqan-toq, qo'rqinda qochib ketib ikkinchi kirmidi deyman. Kirmidimi? Ko'lim ani ish ko'rishini ko'lim ha. Qaysiga qimavazdak urda. Voy to'xtabdi hozir. Qanday qilma? Men degan naqslar dedim-ku. Astag'firullah. Maqarsizlar. Sizlar qachon men degan ishni qilib ziyon tortqandilar, ha? Unutib qolgan o'xshamaymi? Yaqinda taqaliqi qizlari ishga to'lqib maktabga o'qishga manganda, qo'y stansiyaga chiqib kim uzatdi? Siz. Ajrajib rasmiyatlarni kim o'tdi? Siz. Hattalli osmoni. Vajajab jinimni chiqardi ma bu. Qazlar, spigini igiz ko'tarib, men bilan qo'g'lab chiqarsa qochadi, shuni qo'g'lab o'tamiz. Oy. Nima bo'ldi? Yurgim lapang qilib ketdi oy. Sizlar yuraklar nerede? Ama çok qarab ekan. Bir ishga. Ikiz ko'tarsizlar, oldi qarasizlar. Bir ishga, kiram. Qaytarib qo'ying. Voy, ziyodamada. Voy, nima bo'lib ketdi bu o'yinni ishchi? Voy, nima qillar? Qo'rqib ketdim. Yaxshi qilgan olmaygan xuddi. Zaynab xocha, tutib qo'ymaslar. Zaynab xocha! Bu yoqqa kelsa sizga maslahat soldiga aytishyapti. Ha? Men bayatin deganda qo'rqmay gapni jong. Mana. Zaynab xocha, biz komitetning bu uylarini, bu uy Atmiras
Ama dadamның қап қалғанды. Bu өйніңкі, темін мұнда көтіршеп бәгенде. Мұндақ қыш қойып бәген мұ? Aynen. Bu өйнің, темін мұнда көтәгенде. Bir tişan da topa taşış bәген мұ? Oy Zeynep kaçan, neyim kılatıla? Sil hata düşürüp kağa okşamamla. Biz ma göherzimin güllü gidin. Muşum meheldikilerini, bulumun silgi okşaş, ayısı kıyınçıva ailelerini aldın oyuşup, aldı bilen bu Aldı öyle. bilen Zeynep kaçamdek bozak, biçarını bozak kılıp, ön tüp tuz kılıp, ma bir muç yaxşı yege, hop depli erişimizde boylap kazalım fıkan. Buca oxlamay köygen düşünla. Ma Zeynep kaçamdan sileketi ma kayırcayından bizgim kerki yok. Ne deydi kandı? Ma kayırgan sütçü can tatlı koludu. Zeynep kanı cennet kerki yok. Hep oldu hem gipinizi almayın mı? Asta. Sizler bu siyasetten hata düşürüp kağa okşamam sizler. Biz ma o komikten, ayısı kıyınçıva ailelerini aldın oyuşup, aldı bilen, ma öyünü bir taraf kılayla onun sıkış kep kaldı deyip şunu. Zeynep Paça! Zeynep Paça! Selim abi başkalarının özel sözleri gibi işlenmişler. Meni kapaqaş көріп қалдыңыз mı? Oy yok onday değil. Ben çok karan. Başkalarının mında ösek sözlüğü işini mında bunu yetletmeniz mandığım tögemez karan. Tögemez. Oy yok onda değil. Ben çok sizi kitap koyayım. Ma öydüm benim tırgım çıktı da ölügüm çıkmaydı. Ha? Ölügüm çıktı da tırgım hatta. Ölügüm çıktı da tırgım çıkmaydı. Çıkmaydı. Asta, Süleyman kandan düşündürsen bula zade. Meryem Gül. Zademede? Ha? Hem yekilme? Mana. Tergan çatınız az emes kıdayım ha? Çık. Ma qarğanda, ma koçat xalatısına kimlikini bilmey qağa oxşamam ma alvasda. Özde bir tetip koyayım Zeynep Paça. Toxtusla. Ma qarang Meryem Gufka. Ma koçatı çok qarang. Lakin neyege? Yeni dostlar aldık ma xutum. Ben bağa qarang ma koçatı. Zeynep Paça. Zeynep Paça ma. Vallahi yakıp başlayacağım. Benim de kılla. Ben neymi kıysam şunu kılayın da büyütken qoğlayımız diyen qoğladım. Vay qoğlaydık adam çıkıp oldu. Oş, ma xutun yaxşı qığın bulamdı, bombamdı. Qoyslar silni. Hem yerim sokuldu ma xutun. Siz üyetkenken ben şunu kıldım. Ay be kılınızla adamla cenini çıkarır. Boldu. Bayatı nimdi şotattık. Toktağını gibi ma. Tova. Ma adam canının koydu kılıvasa, ma xutun ayını qimidi qaptı kayırganda. Vay o silinin toktağınları bilen benim nim işim. Ey, toktağın dep ketkinni. Toktağın degen helqi, birinci olab yığmaylı köç berip, öy kirip xizmat işlep, öz ziyan tatkan azap, bir adam ziyan uçuratkan helqi, nömlüm akbaşı oğruşudu. Ey, nömlüm akbaş dep ketmem. Toktağınçı toza, özünün işki birliği tayinip, alal işlep, alal ketmeydiği edem. Oh, ey. Oyunun müngüzgü olsa tuyuk sekraptı dep, toktağın kamını birnim dep koysam, jirekler ağır kütperam da. Hoş qavayken bu, men çıkıp ma kolum hoşluğu yetkiziteyim ha, hoş qavanı. Toktağın, Memicu, maylı kam tutkiler kese, benim fikrim yok. Mayın çık tüp düz kıytınla, ziyadem mi koşuldu, ziyadem mi önüm tüp düz kıytınla dedi deyim etedi. Meryem Gül ketim geldi. Boldu, ondan Zeynep Paça boldu. Men o kalayımkan gep qılmayma, boldu. Ems kiliştik. Ma öyneyi çaktırmayımız. Eğer çokum çakımız deysim ha, bahasını asmanға asımız, her kvadrat metrga 20 koy birinla dep turvasak va, çakınmaydı. Ziyadem. Mening ma uyam go deymizmi, ko'nirib,
Taladın hiç kanda pek olmaya kap kaldı kara. Akşammışında yapsam o turistun yıldız görüngende kılıdı. Bir moç gap qilsam. Ben karma. Vaktan vak kelgende. Hükümet çapmışsın o üyem toldu özlüğüdün. Göppüdü örülü düşüp asıdı kalsa kanda kılmaz. Bir-birimizni ko'lab chiqamamdiq. Ko'lab chiqarsak chiqdiq chiqamsak kanda kılmaz. Her biri ko'lab chiqara. Hayatınızda tuncu ketim doğru gap kıldınız. Assalomu alaykum. Vah! Ve aleyküm assalom. Voy, bu yerda ziyodami bor ekan ku? Ha, nima gap qilamdikida to'xta qani. Vay kasıl şüküresler. To'xta qani. Oy, ma edemece bemen vaqt keldi vaqtın ko'chada bir qildigan bo'ldi. Qani, amin. Allohu akbar. Qanda? Ha birlari salomat turishqanlar. Vay şükür. Özüm selamet dolumu. Yaman emas, yaman emas. Xudoga shukr. Joydimi? Az bo'lsa-mu, mani choyga silib ishchami ketadi. Movat og'achkaga o'xshamam to'xta qani. Ha. Zeynepxon. Ha? Anlasam, haqiqatda bu mahallani chaqidi deydi. Ha? Yenglaydi ekan. Ha? Menmi yangi uyga ko'chib bo'ldim desa? Oy, siz yangi ko'chib bo'ldimi? Shundoq. Menmi burun. Bizning mahalladek yaxshi joy hech narsa yo'q deydi. Biroq yangi uyga ko'chib kelib, bak xo'sh bo'ldim desa. Nima degan rohat, nima degan tinch turmush bu? Bizdek yaşanğanlar üçün xotirjamlik degan bak afzal ishkin desa. Oy, hajab to'g'ri gap qildi. Men qaraslar to'xta qani. Sizlar u yerda bir pul to'lab oldim-ku, men ijaraga o'tiratamlar. Kalla qaydumga sil qolgan hamda. O nimada pul to'lab oladi ekanman? Hukumat bir pulni olmay, ko'ni uyning o'rniga yangi uy berdi. Shuni o'tiryapman. Oy, mushunda yaxshi shifon getirsen. Ba, hammamizga ba. Oy. Ha, Zeynepxon. Ha? Yaxitigo bado. Yaxiti ba. Demedim mi? Bu adamdan kelishki maqsad yaxit. Zeynepxon. Ha? Men sizni yo'qlig'ach, yangi uyga ko'chib qolsa, yordamlash beramanki deb kelgandim. Ha. Oy, rahmat. Zeynepxon. Ha? Uy xitini vaqtida bijirib olib, nihoyat yaxshi qilganlar. O'z vaqtida hukumat uylarga kirib, yaxitini bijiribinglar desa, ba'zilar ozroq pulning ko'ziga qarab bijirmagan. Qanday bo'ldi? Oqibatda ziyonni yana shular tortdi. Oy, shunda shu. Meningcha hukumatimiz yanada bizdek fuqarolarning g'amini yeydi. O'z vaqtida mavjud xalq uchun ishlayli degan. Yo'ldosh Dingshoping bo'lsa, islohot ichib o'tishni yo'l qo'yib, bizdeklarni yangi bino uylarga chiqadi. Hozirgi rahbarlarimiz bo'lsa, hammada odamni asos qilish kerak deb o'rnimizni ko'tarib, har qanday ishda xalqning manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi. Aholi komitetining kadrlari qishni qish demay, yozni yoz demay, yil oylamlarda davomli qizni yo'qlab turibdi. Voy shundoq. Pul aka berib taqa. Ama shundoq bo'lgan ekan, osh bergan qozonni chiqib etsak bo'lmas. Ya, bo'lmaydi. Qandoq dedingiz ziyodam? To'g'ridilar, to'xtaqin aka. Assalomu alaykum. Qodir aka, qandoq alaykum. Qodir jo'ra teshnavalari yaxshi. Qandoq Zeynep qacha teshma. Anlasam, azroq xushmas qilib qopdi. Men sizga bir tushuntirib o'tay. Hukumat nurg'un mablag' ajratib, ko'n uylarning o'rniga yangi uylarni silib, sizga o'xshash oilasida qiyinchiligi va ojizlarga oldin uy taqsim qildi. Zeynep qacha mush uylarning o'rniga G'arzimin gulligidan bir uy taqsim bo'lindi. Buyurasizmi? Shunda bo'ldi. Mana bu yangi uyning ochqichi. Yana komitetimizden sizning uy ko'chirib qolaylik bo'lsin uchun mashinadan birini ajratib berdik. Yaxshilab tutganda menga telefon qilsa, biz kelib ko'chirib beramiz. Voy, rahmat. Maryam gul. Boya. Oy, hech qisi yo'q Zeynep qacha. Bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Sizlar ozoda yo'ri qo'ydi o'ltasanglar, bizning xo'shulimiz emasmi? Zeynep qacha, sizning Erkinjon yaqinda nima ish qilyapti? Ko'chada mevchi sitadi. Do'qmishda alminashib satadi. Unda olsa, men sizga bir cho'ng xo'sh xabardan birini yetkazay. Voy, nima xabar?
mush Erkincanning oti miras remontchilik hunarining borlig'ini ko'z tutib, ma komitetning to'ksu ishlariga yordamlashni bekitdik. Kilaratning birinchi kuni yangi qiyofat bilan chiqishsin. Shunda komitetdan Erkincanning maoshini 1200 yen qilib bekitdik. Oğlamı, şimdi canım oğlum, bu hoş kararını alırsan, koşanlıktan sürgün yerilip gider. Partiye rahmet. Hükümetke rahmet. Oy, siz minnet rahmet deyin. Siz oyunu açıkça yok. Meryem Gül. Ya Kadir Duran. Nime? Ey, ma eskimedi yalnız minnet taşlap koyup ketmeydi asla Kadir Duran. Sizni mush uyingiz bilan birga tuzlatmak istedim. Ma Zeynep Xalchamni yolg'iz qolmasin deb, sizga ma yandagi binoning 5-qavatdan uydan birini taqsim qildik. Ha, mana ochqichimiz. To'xtab turing ha. Yangi maliga yangicha borasiz ha. Uyaga berib bitta pasat taqib, ishlaydigan bo'lsangiz, rostini talada qolsiz. Ma'qul taqatmayman. Qarang, komitetdan sizni ma malining tozliq ishlariga aralashtirdi. Ha, oylik maoshingizni 800 yen qilib bekitdik. Elang, yangi uyingizni ochishni elang. Vay! Zeynep Hoca! Yanı koyun! Doğrumaydı kendisi! Unda olsa, başka mühim işinler bulmasa Zeynep Hoca, berip yeni oyunu bir körüp gelmem de. Şunda kılın, Anısız yaşayan kaysı bir canlıq, anının himmeti, xisleti olup. Anını o'xshatsak ona vatanga tomchi suv to'pisi giyohsi ulug'. Yurakdan kuyinib, suyinib sana naqshlar yangratar o'g'il qizlaring. Teşekkür bildirib sening mehringa gullarga purkunar bosqon izlarim. Pak yüreklerin Mikrinlardan külgen sanısız gül çiçeklerdin Gülşenlerge aylanmakta bayavanlarımı Dostluk bilen kudret tapkan ak dilekerdin Gülşenlerge aylanmakta bayavanlarımı Dostluk bilen kudret tapkan hak dileklerdin Çin söygüdün yaşlamaktı can İnaklıktın güller bu makan Hemme yerde yeni yerde Çin mihribanlık Güzel nurluk ile çeknik kılmakta hayan Dostlar üçün rəhmət deydu bugün Təngri tağ Rəhmət deydu Yeza şəhər xislətlik gül bağ Qol tutuşub təng mangaylı nurluq mənzilgə Şan səfərinin feyzini təng sürəni hər çağ
Kol tutuşup teng mangayli nurluk menzilge Şan zafernin feyzini teng süreyli her çağ Çin sevgidin yaşlamakta can İnaklıktın güller bu makan Hemme yerde yeni yerden Çin mikrobanlık Güzel nurluk kile teknik kılmakta ayan Çin sevgidin yaşlamakta can İnaklıktın güller bu makan Hemme yerde yeni yerden Çin mikrobanlık Güzel nurluk kile teknik kılmakta ayan Güzel nurluk kile teknik kılmakta ayan Bugün bizning muborak etimiz. Shu topda Tangirtegining janub shimolida, yurtlarda hit navosi yangrimoqda. Bugün bizning muborak hayitimiz. Shu topda Abdulum rayonimizga har millat xalqi o'zgacha shakllar bilan muborak hayitimizni tabriklamoqda. O'zaro ayamlik salom yo'llashmoqda. Hamda har millat san'atkorlarimiz ib kelgan inoq oildan yangrgan go'zal kuylardan birlikda huzurlanaylik.一年年的辛劳换来了今天的美好。今天咱们大家都在笑，今天咱们都在笑，为耕耘的昨天而笑，为收获的今天而笑。尽管我们的明天还会有那风和雨。可谁不说我们已经踏上阳光道？笑一笑的更快，笑一笑天更高。你看那山在笑，水在笑，男人笑，女人笑，老人笑，孩子笑，你也笑，我也笑。咱们大家都在欢笑，欢笑哎！祖国大地风和日丽，阳光照。Başlandı kelimiz, ıhlas qıp niyet qıp köpün birge yenimiz. Qazagatlı yelimnin xudoretin tanuğa, urpağının jasağan ulu toyun körümüz. Men mazmunlu xalqının körünedi qurbunan, şahsı telim küdüdü yeliminin jurdunan. Babalardan dasturun barjanımın bölüge, jastığımın kızulu jalınımın untulan. Yerkindikti suyedin yerimin izin tanıtkan, jastlarımның jigerin jır qayrakka janıtkan. Ata jurtның saltымен sürüklerge jol tavıp, şeşendік пен мәрттікті урпағына тарытқан.
yaxşıydı Birden hicran gerdini Algellerim yaxşıydı Yadın kaldı canımda Yettin şu ehvalımda Yadın kaldı canımda Yettin şu ehvalımda Bir ömür yanında Kalgellerim yaxşıydı Bir ömür yanında Kalgellerim yaxşıydı Gidip mehrin güzardan Gül alıp sen bir yardan Gidip mehrin güzardan Gül alıp sen bir yardan Boşal bizni ahyardan Kalgellerim yaxşıydı Başımda işk derdini Salgenlerim yaxşıydı Vina Natalia, Vina Natalia, Vina Natalia, что люблю. Vina Natalia, что моего настрая, когда пела я песню ему. Vina Natalia, что моего настрая, когда пела я песню ему. Сла-ла, ми-ла-ла, сла-ла, ми-ла-ла, говори, что я буду его. А я милила всё, и как коза цвела, потому что любила его. А я милила всё, и как коза цвела,
Qarizlarning so'laridek suyimli, qadim barg'ul qizlarining bazmisi. Yalqın tağdek mehri ateş kızlarının yüreklerge ot yakıdın külküsü.